Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz. Ishingiz rivoj. Rahmat ko'p. Assalomu alaykum. Bo'lsaga yaxshimisiz? Suvmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Bizga shu Sergelida uyimiz bor. Ko'chish munosabati bilan srochniy sotishimiz kerak. 65 ming narxini qiyamiz, qo'yamiz. 63 mingga baholisi baraka qilib keyingi egasiga topshiramiz.
tirikchiligi rivoj. Rahmat kattakon.